Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Prezident buyrug'i chiqdi. Endi svet, gaz, suvga pul to'lanmaydi degan xabarlar ko'payib ketdi. Bu mavzu har bir xonadonga, har bir oilaga, har bir pensionerga, ijarada yashayotganlarga, mahallalarda yashovchi oddiy fuqarolarga bevosita tegishli. Chunki kommunal to'lov degani bu faqat pul emas, bu oilaviy byudjet, qarzdorlik, jarima, uzilish, hujjat, subsidiya va huquq masalasi. Men bugun sizga oddiy tilda aniq qilib tushuntiraman. Aslida nima bekor qilindi, nima bekor qilinmadi, kimlar yengillik olishi mumkin, kimlar aldanib qolmasligi kerak. Qaysi holatda to'lovni to'lamaslik muammo keltirib chiqaradi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odamlar katta qarzdorlikka tushib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday muhim yangiliklarni men sizga oddiy xalq tilida tushuntirib berishda davom etaman. Avvalo eng muhim gapni aytib olay. Kommunal to'lovlar butunlay bekor qilindi. Endi hech kim svet, gaz, suv, issiqlik yoki chiqindi uchun pul to'lamaydi degan gap noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Bunday xabarlarni ko'rganda odam avval hujjatning asl matniga, rasmiy manbaga, qarorning kimlarga tegishli ekaniga qarashi kerak. Chunki ko'pincha internetda sarlavha juda baland qo'yiladi. Prezident buyrug'i, to'lov bekor, hamma pul qaytariladi. Lekin ichini o'qisangiz gap umuman boshqa narsada bo'ladi. Masalan, ayrim holatlarda kommunal xizmatlar bo'yicha penya, jarima, eski qarzdorlikning bir qismi, ma'lum toifadagi aholiga subsidiya, ijtimoiy norma doirasidagi chegirma yoki noqonuniy hisoblangan to'lovlar bekor qilinishi mumkin. Bu esa hamma kommunal to'lov bekor bo'ldi degani emas. Farqi juda katta. Men buni shunday tushuntiraman. Agar do'konda chegirma bo'lsa, bu do'kondagi hamma mahsulot tekin bo'ldi degani emas. Xuddi shuningdek, kommunal sohada ham biror yengillik bo'lsa, u aniq shart bilan, aniq toifa uchun aniq muddatga beriladi. Ilgari qanday edi? Odamlar har oy elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, kanalizatsiya, issiq suv yoki markaziy isitish, chiqindi xizmati uchun hisoblagich ko'rsatkichlari yoki belgilangan me'yor asosida to'lov qilib kelgan. Agar hisoblagich bo'lsa, qancha ishlatsa shuncha to'laydi. Hisoblagich bo'lmasa, odatda ro'yxatda turgan odamlar soni, uy maydoni yoki belgilangan normativ bo'yicha hisob-kitob qilinadi. To'lov vaqtida qilinmasa, qarzdorlik yig'iladi. Ayrim xizmatlar bo'yicha ogohlantirish beriladi. Keyin cheklov yoki uzilish bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi? O'zgarishlar odatda 3 yo'nalishda bo'ladi. Birinchisi, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga yordam berish. Ikkinchisi, noqonuniy yoki asossiz hisoblangan to'lovlarni bekor qilish. Uchinchisi, xizmat ko'rsatish tizimini tartibga solish. Ya'ni kim qancha ishlatgan bo'lsa, shuncha adolatli to'lasin, ortiqcha yozilmasin, fuqaroga tushuntirish berilsin. Shu sababli bekor qilindi degan gapni eshitganingizda, men sizdan iltimos qilaman. Avval nima bekor qilindi? Kim uchun bekor qilindi? Qaysi sanadan boshlab, qaysi hujjat asosida degan savollarni bering. Birinchi muhim narsa asosiy kommunal xizmatlar, ya'ni elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi xizmati odatda bepul bo'lib qolmaydi. Chunki bu xizmatlar o'rtida real xarajat bor. Elektr stansiyalar ishlaydi, gaz qazib olinadi, quvurlar ta'mirlanadi, suv nasoslar orqali yetkaziladi. Chiqindi mashinalari yoqilg'i sarflaydi, xodimlar oylik oladi. Agar to'lov butunlay bekor qilinsa, tizimning ishlashi qiyinlashadi. Shuning uchun davlat yengillik bersa ham u maqsadli bo'ladi. Kimlar ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda kommunal xizmatlardan qarzdorlik bor fuqarolar. Masalan, sizda elektrdan 800 ming so'm, gazdan 1 million 200 ming so'm qarz bor. Internetda to'lov bekor qilindi degan xabarni ko'rdingiz va endi to'lamasam ham bo'ladi deb o'yladingiz. Mana shu eng xavfli xato. Chunki agar gap faqat peyani bekor qilish haqida bo'lsa, asosiy qarz baribir qoladi. Ya'ni sizdan 1 million 200 ming so'mlik gaz qarzi talab qilinishi mumkin. Faqat kechiktirilgan to'lov uchun hisoblangan qo'shimcha jarima yoki penya ma'lum tartibda kamaytirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Ikkinchi toifa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar. Mana shu fuqarolar uchun davlat ko'pincha alohida yengilliklar, kompensatsiyalar yoki subsidiya mexanizmlarini joriy qiladi. Lekin bu ham avtomatik tarzda har doim ham hammaning hisobiga tushavermaydi. Ba'zan ariza berish kerak bo'ladi, ba'zan mahalla orqali tasdiqlash kerak, ba'zan onlayn tizimda ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak.
Agar familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, kadastr raqamingiz, yashash manzilingiz yoki hisob raqamingiz noto'g'ri bo'lsa, siz haqli bo'lgan yengillikni ham vaqtida ola olmasligingiz mumkin. Uchinchi toifa ijarada yashovchilar. Masalan, talaba yoki yosh oila bir xonadonda ijarada turibdi. Kommunal hisoblagichlar uy egasi nomida. Internetda kommunal to'lov bekor bo'ldi degan gap chiqsa, ijarachi to'lamay qo'yadi. Uy egasi esa keyin kelib, mening nomimga qarz yozilibdi deydi. Natijada janjal chiqadi. Shuning uchun ijarada yashayotganlar har oy hisoblagich ko'rsatkichni rasmga olib qo'yishi, to'lov cheklarini saqlashi, uy egasi bilan aniq kelishib olishi kerak. Og'zaki kelishuv yetmaydi. Hech bo'lmaganda Telegram orqali yozishma bo'lsa ham dalil bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misol ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 5 kishilik oila oyiga 320 kilovat elektr ishlatadi. Agar tarif bo'yicha ma'lum miqdorgacha arzonroq, undan oshgan qismga qimmatroq narx qo'llansa, odamlar nega oldingi oy 1,10 ming, bu oy 2,6 ming chiqdi deb hayron bo'lishi mumkin. Sababi ishlatilgan miqdor ortgan, konditsioner, isitgich, suv isitgich, elektr plita ko'proq ishlagan. Bu yerda to'lov bekor bo'ldi degan gap sizni qutqarmaydi. Hisoblagich nima ko'rsatgan bo'lsa, tizim shuni hisoblaydi. Ikkinchi misol, Buxoroda yashovchi pensioner opa bir o'zi yashaydi. Lekin uyda ro'yxatda 4 kishi turibdi. Suv hisoblagichi yo'q. Tizim suvni 4 kishiga hisoblaydi. Opa esa men bir o'zimman, nega ko'p chiqyapti deydi. Bunday holatda muammo to'lovning bekor qilinishida emas, ro'yxat va hisob-kitob asosida. Opa birinchi navbatda hisoblagich o'rnatish yoki ro'yxatda turganlar masalasini aniqlashtirishi kerak. Aks holda u ishlatmagan suv uchun ham ko'proq to'lab yurishi mumkin. Uchinchi misol, Samarqandda yashovchi fuqaro 2 yil oldin gazdan 2 million so'm qarzdor bo'lgan. Keyin qisman to'lagan, lekin tizimda eski penya qolgan. Agar qaror bilan ayrim eski penya yoki asossiz hisoblangan qo'shimcha to'lovlar qayta ko'rib chiqilsa, u ariza bilan murojaat qilib, solishtirma dalolatnoma olishi kerak. Shunda aniq bo'ladi. Asosiy qarz qancha, penya qancha, nimalar hisobdan chiqarilishi mumkin. Agar u shunchaki prezident aytdi, hammasi bekor deb yuraversa, qarzi yopilmaydi, ustiga yana muammo yig'iladi. To'rtinchi misol, ko'p qavatli uyda yashovchilar uchun issiqlik to'lovi. Ba'zi odamlar men radiatorni yopib qo'yganman, nega to'layman deydi. Lekin markaziy isitish tizimida ko'pincha butun uy bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Quvurlar umumiy, issiqlik yo'qotilishi umumiy. Agar hisob-kitob noto'g'ri bo'lsa, boshqaruv servis kompaniyasi, issiqlik ta'minoti tashkiloti yoki tegishli idoraga murojaat qilinadi. Lekin men xohlamadim, to'lamayman deyish har doim ham huquqiy yechim bo'lavermaydi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lab kelayotgan bo'lsangiz, hisoblagichlaringiz so'z bo'lsa, cheklaringiz bor bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda qarzdorlik ko'rinmasa, siz vahimaga tushmang. Sizga kerak bo'lgan narsa faqat ma'lumotni tekshirish. Agar davlat tomonidan biror yengillik berilsa, siz ham uning shartlarini ko'rib chiqasiz. Lekin oldindan to'lov to'xtatildi deb kommunalni to'lamay qo'yish kerak emas. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, bekor qilindi degan so'z nimaga nisbatan ishlatilganini bilmaslik. Bu so'z qarzga nisbatan bo'lishi mumkin, penya yoki jarimaga nisbatan bo'lishi mumkin. Muayyan toifadagi fuqarolar uchun majburiy badalga nisbatan bo'lishi mumkin. Vaqtinchalik undirish choralariga nisbatan bo'lishi mumkin. Har birining oqibati boshqa. Masalan, penya bekor qilinsa, sizning asosiy iste'mol qilgan elektr yoki gaz pulingiz bekor bo'lmaydi. Agar majburiy undiruv vaqtincha to'xtatilsa, bu qarz yo'q bo'ldi degani emas, faqat ma'lum muddat ijro chorasi qo'llanmasligi mumkin. Agar kam ta'minlanganlarga kompensatsiya berilsa, bu boy xonadonlarga ham avtomatik chegirma beriladi degani emas. Agar bir hududda pilot tartib joriy etilsa, bu butun respublikada bir xil amal qiladi degani emas. Ikkinchi tuzoq, soxta xabarlar va firibgarlar. Oxirgi paytlarda kommunal qarzingizni o'chirib beramiz. Prezident qarori bilan kompensatsiya olasiz. Mana bu havolaga kiring, karta raqamingizni yozing degan aldovlar ko'paygan. Men sizga qat'iy aytaman. Hech qachon plastik karta raqamingizni, SMS kodni, pasport rasmingizni noma'lum bot yoki odamga yubormang. Rasmiy kompensatsiya yoki subsidiya uchun odatda davlat xizmatlari portali, mahalla, tegishli ta'minot korxonasi yoki rasmiy ilovalar ishlatiladi. Telegramdagi noma'lum operator sizning qarzingizni o'chirib bera olmaydi. Uchinchi nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichi.
ko'p mojarolar aynan shu yerdan chiqadi. Masalan, siz hisoblagichni har oy topshirmaysiz, tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblaydi. Keyin bir kuni nazoratchi kelib real ko'rsatkichni kiritadi va katta summa chiqadi. Odamlar bir oyda buncha ishlatmadim deydi. Aslida bu summa bir necha oylik farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Har oy bir kunda hisoblagichni rasmga oling, ko'rsatkichni ilovaga kiriting, chekni saqlang. Bu oddiy odat sizni katta janjaldan saqlaydi. 4-nozik jihat. Uy sotib olish yoki ijaraga olishda eski qarzlar. Juda ko'p odam uy sotib oladi, keyin kommunal qarz chiqadi. Sotuvchi men bilmayman deydi. Xaridor sarson bo'ladi. Uy olmoqchi bo'lsangiz, albatta elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Solishtirma dalolatnoma qildiring. Notariusda oldi sotdi bo'lishidan oldin bu masalani tekshiring. Aks holda keyin kim to'lashi kerakligi bo'yicha nizo chiqadi. 5-jihat noqonuniy ulanishlar. Ba'zi odamlar qo'shnim shunday qilgan, men ham ulab olaman deb elektr yoki gazdan noqonuniy foydalanib, keyin katta jarima chiqadi. Bunday holatda hech qanday to'lov bekor qilindi degan xabar yordam bermaydi. Aksincha, noqonuniy ulanish aniqlansa, qayta hisob-kitob, jarima, hatto huquqiy javobgarlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men fuqarolarga doim aytaman, bir kunlik foyda uchun yillik muammoga kirmang. 6-jihat. Kommunal xizmat sifati past bo'lsa to'lamaslik mumkinmi? Masalan, suv bosimi past, gaz bosimi past, svet tez o'chadi, issiqlik yetarli emas. Odamlar xizmat yomon bo'lsa, pul ham to'lamayman deydi. Tushunaman, bu norozilik tabiiy. Lekin huquqiy yo'l boshqacha. Avval ariza yoziladi, dalolatnoma tuziladi, xizmat sifati o'lchanadi, keyin qayta hisob-kitob talab qilinadi. Shunchaki to'lovni to'xtatish qarzdorlik keltirib chiqaradi. Siz haqsiz bo'lsangiz ham hujjatsiz isbotlash qiyin bo'ladi. 7-jihat, ko'p qavatli uylarda umumiy mulk xarajatlari, lift, podyezd yoritilishi, tom, yerto'la, nasos, umumiy hudud tozaligi bular ham pul talab qiladi. Ba'zi fuqarolar buni kommunal to'lov bilan aralashtirib yuboradi. Kommunal bekor bo'ldi deb boshqaruv kompaniyasi to'lovni ham bermay qo'yadi. Lekin bu alohida xizmat bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning nomi, asosi va shartnomasini ko'rish kerak. Endi eng muhim qism, siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam tushuntiraman. Birinchi qadam, vahimaga tushmang va xabarni tekshiring. Agar siz kommunal to'lov bekor qilindi degan xabar ko'rsangiz, darrov ishonmang. Rasmiy manbalarni ko'ring. Prezident rasmiy sayti, hukumat portali, vazirlik yoki hokimlikning rasmiy kanallari, kommunal ta'minot tashkilotlarining rasmiy sahifalari. Sarlavhaga emas, hujjat matniga qarang. Hujjatda kimlarga qaysi xizmatga, qaysi muddatda, qanday tartibda degan savollarga javob bo'lishi kerak. 2-qadam. Shaxsiy hisoblaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik va chiqindi bo'yicha alohida qarzdorlikni ko'ring. Buni to'lov ilovalari, rasmiy shaxsiy kabinetlar, abonent bo'limlari yoki kol markazlar orqali tekshirish mumkin. Agar ekranda qarz chiqsa, darhol noto'g'ri demang. Avval hisoblagich ko'rsatkichi, oxirgi to'lov sanasi, tarif, avvalgi davrdan qolgan qoldiqni solishtiring. 3-qadam, hisoblagichlarni rasmga oling. Bugungi sana bilan elektr, gaz va suv hisoblagichlarining aniq ko'rsatkichini suratga oling. Surat tiniq bo'lsin, raqamlar ko'rinsin. Keyin har oy bir xil sanada takrorlang. Agar kelajakda sizga ortiqcha hisob yozilsa, mana shu rasmlar dalil bo'ladi. 4-qadam, cheklarni saqlang. Naqd to'lagan bo'lsangiz, kvitansiyani tashlab yubormang. Ilova orqali to'lagan bo'lsangiz, elektron chekni telefoningizda alohida papkaga saqlang. Ba'zan tizimda to'lov kech tushishi yoki noto'g'ri shaxsiy hisobga ketishi mumkin. Chek bo'lmasa isbotlash qiyinlashadi. 5-qadam, agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, mahallaga yoki ijtimoiy xizmat organlariga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, daromad haqida hujjatlar, nogironlik guvohnomasi bo'lsa shuni, pensiya ma'lumotlari. Kommunal to'lov cheklarini olib boring. Men yengillikka haqlimanmi deb aniq so'rang. Agar siz reyestrga kiritilmagan bo'lsangiz, kiritish tartibini so'rang. 6-qadam, agar qarzingiz bo'lsa, solishtirma dalolatnoma talab qiling. Ta'minot korxonasiga boring yoki rasmiy murojaat yuboring. Arizada shunday yozish mumkin: mening shaxsiy hisobim bo'yicha qarzdorlik, penya, to'lovlar va hisoblagich ko'rsatkichlari yuzasidan solishtirma dalolatnoma berishingizni so'rayman. Bu juda muhim hujjat. Unda haqiqiy qarz, qo'shimcha hisob, penya to'langan summalar ko'rinadi. 7-qadam.
Agar noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Arizada shaxsiy hisob raqamingizni, manzilingizni, telefon raqamingizni, muammo nimada ekanini yozing. Masalan, 2025 yil fevral oyi uchun menga 20 million 500 ming so'm elektr to'lovi hisoblangan. Ammo hisoblagich ko'rsatkichi va avvalgi to'lovlarimga ko'ra bu summani asossiz deb hisoblayman. Qayta hisob kitob qilishni va yozma javob berishni so'rayman. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhr oling. 8-qadam, xizmat sifati yomon bo'lsa, dalolatnoma tuzdiring. Masalan, gaz bosimi juda past bo'lsa, suv kelmasa, issiqlik yetarli bo'lmasa, shunchaki shikoyat yozish bilan cheklanmasdan tegishli tashkilot vakilini chaqiring. Qo'shnilar bilan birga murojaat qiling. Harorat bosim uzilish vaqti qayd etilsin. Keyin qayta hisob kitob talab qilish mumkin bo'ladi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kim sizga telefon qilib kommunal qarzingizni o'chirib beraman, faqat kartangizga kelgan kodni ayting desa ishonmang. Davlat idorasi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bu firibgarlik belgisi. 10-qadam, oilada kommunal intizomni yo'lga qo'ying. Bu oddiy ko'rinsa ham juda foydali. Har oy bir kunda hisoblagich ko'rsatkichi olinadi. Shu kuni to'lov qilinadi. Chek saqlanadi. Uyda elektrni bekorga yoqib qo'ymaslik, gazni xavfsiz ishlatish, suvni oqizib qo'ymaslik ham oilaviy byudjetni tejaydi. Masalan, krandan tomchilab oqayotgan suv bir oyda sezilarli sarf qilishi mumkin. Eski lampochkalarni tejamkor lampalarga almashtirish, elektr iskini keraksiz paytda o'chirish. Gaz plitasini isitish vositasi sifatida ishlatmaslik nafaqat pulni tejaydi, balki xavfsizlikni ham ta'minlaydi. Yana bir maslahat, agar sizning uyingizda ko'p odam ro'yxatda turib, lekin amalda yashamasa, bu kommunal hisob kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa hisoblagich bo'lmagan joylarda. Shuning uchun ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Agar hisoblagich o'rnatish imkoni bo'lsa, o'rnating. Hisoblagich bor joyda adolatli hisob kitob qilish osonroq. Agar siz uy sotayotgan yoki sotib olayotgan bo'lsangiz, kommunal qarzdorlik bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Oldi-sotdi shartnomasida kommunal qarzlar kim tomonidan to'lanishi aniq yozilsin. Keyin kelishamiz degan gap ko'pincha keyin janjalga aylanadi. Xulosa qilib aytaman. Kommunal to'lov bekor qilindi degan xabarni eshitgan zahoti to'lovni to'xtatib qo'yish katta xato bo'lishi mumkin. Aslida bekor qilingan narsa asosiy to'lov emas, balki ayrim jarima, penya. Asossiz hisob kitob yoki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun yengillik bo'lishi ehtimoli yuqori. Har bir holatda rasmiy hujjat, aniq shart va tegishli tartib bor. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Har oy hisoblagichni tekshiring, to'lov cheklarini saqlang, qarzdorlikni solishtiring. Yengillikka haqli bo'lsangiz mahalla yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Firibgarlarga ishonmang. Eng muhimi, o'z huquqingizni hujjat bilan himoya qiling. Og'zaki gap emas, rasmiy ariza, chek, dalolatnoma va yozma javob sizni himoya qiladi. Sizning hududingizda kommunal to'lovlar bo'yicha qanday muammo bor? Qarz noto'g'ri chiqyaptimi? Hisoblagich bilan muammo bormi? Yengillik olishda qiynalyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaning pulini, vaqtini va asabini asraydi.